Salom tordoshlar, ko'rayotganinglar Montlat Radqos tayyorlagan kino va ta'sirot programmasi. İşte insonlarga butunlay ko'ndirilgan uy hayvonlaridan biri. İnsanlar 15 ming yildan ortiq vaqt sarf qilib, yavoyi bo'rini ko'ndirib ishga aylantirgan. Ondaqda ermak ishni yavoyi bo'riga aylantirishga yana qanchalik vaqt ketar? Buning misol uchun do'stlarga bugun so'zlab bermoqchi bo'lganimiz bu yilgi eng ta'sirli nodir film Tabiatga qaytish. İntayin rəhimsiz hayat mamatlık güreşlerde iştinan tendeki yavaylık urgup çıkkanda bördümü neçesi vəhşi bulup gidişi mümkün. Hikayemiz Bak isimlik padiçi işittin başlanadı. Bak Soçi'nin nayt amrak işti buluş süpütü bilen bazardaki hem kişinin yaktırışıga erişken edi. Öyge qaytqanda Bak texima erkini azadı bulup, isil dağçıda sekrep taklap oynap, Soçi'nin amrak kızlarının hujurlarına xalıgan çıkırıp, hatta Soçi'nin toğulgan künege tayarılgan isil nazu nimetlerine dəfsəni qılğanda, pəqatlı işik tüyüde keci qılğan eski işler üçün oynanışqı buyuruladı. Lekin bu qarangı gecede İkitayan keşlerinin bəslik hem qavul Bakqa köz düşken edi. İkitayan keşlerinin iziq turuşu bilen tozaq düşken Bak'ın oğurlanışı ayni vaqtdagi altın qazgıçlar bilen münasebetlik bulup, nurgun adam şimalga her topudek yopurulup, özünün ametlilik uçurap, biyip ketişini arzu qıladı. Ularning safar jarayonida Bakqa o'xshash qavul, bəslik çanı ishtirga muhtoj bo'lishi Bakni tabiiyla ularning oldin tanlash nishoni qilib qo'ygan edi. Bak sanduq solingan shu kunlarda bir qancha qadim qechib qattiq tayoqmi edi. Hayat qilish uchun Bak bosh edi va tezla janubda cho'ng bo'lgan Bak paraxod bilan shimolga oltin qazg'ichlar cho'qim o'tadigan Alyasga keldi. Tunji qitim qarni ko'rgan Bak hayronlikda sakrab yurib yuzlarini saqal bosgan buvoy bilan tasodifiy uchrashib qoldi. Bak bu tasodifiy uchrashishning o'zining keyingi hayotiga zo'r ta'sir ko'rsatganligini o'ylab tushunib ko'rmagan edi. Bak hozir qafasga solinib boshqalardan tanlab setib olgan tovar buyumga aylandi. Pochtkash Ralining Bakqa ko'z tushib, uni pochta chanasini so'raydigan setib oldi. Bir necha kunlik safar jarayonida Bak chana atratining ritmiga tezlik moslashib, pochtkash Ralining maqtishiga sazovor bo'ldi. Ralining maqtishi boshlamchi ishning asadxo'rligini qo'zg'ab, Bakqa xiris qildigan bo'lib qoldi. Yana bir qitimliq tasodifiy fursatda Bak Ralini qutqizib qilib, xo'jayinning texima e'tiborlashiga erishib qoldi. Buni ko'rgan boshlamchi ishning g'azbi teshib, bu yengkaldaxonga o'zining o'rnini ko'rsatib qo'yish uchun qorong'u kechada Bakqa jang e'lon qiladi. Xuddi Hindistonning kinolarida Bak dastlabda chiqishda yaxshiydi. Arqadan g'oyat zo'r bir kishining turkisida qaytadan o'rnidan dasturib, boshlamchi ishni mag'lub qilib, mardonlik bilan chana atratiga boshlamchilik qiladi. Bakning boshlamchiligida chana atrati bir niyat bir maqsadda hayron qolarlik surat bilan tez ilgarilaydi. Keyingi 3 oy jarayonida bu pochta atrati chegara rayonidagi 1600 kilometrlik ichki bozor o'tirisida uzluksiz qatnab, hargizmi kechikib qolmaydi. Ammo Telegramning umumlashishi bilan pochta idorasi chana atratini tarqatib o'tishni uqtirdi. Shu sabab bilan chana atratidagi ishlar boshqadan savdo bozoriga qaytdi. Bir necha qitimliq savdodan keyin bu ishlarni Charlie setib oldi. Charlie bu bozorga oltin qizib, bir kechada biyib ketish orzusida kelgan bo'lib, hech qanday tajriba bo'lmay qolmay, ishlarga kuyinishni bilmaydi. Doim Bakni dumbalab qattiq uratdi. Buni ko'rgan yiliq saqalliq buvoyning bu ishlar ko'ziga sig'may, Charlie'ga qaqshab, uning bormoqchi bo'lgan joyida daryodagi muzning nepizligi, itlarning jiniq zamin bo'lganligini aytganida kalis qizib qolgan Charlie buning parvo qilmay, Bakqa qamchi urdi. To'xtamay mangan Bak oxiri holdan ketib yiqilib qoladi. Rəhimsiz Charlie Bakni atmoqchi bo'lgan shu asnoda yiliq saqalliq buvoy etilib chiqib, Bakni qutqizib uyiga kelib ketdi. 3 kecha kunduz hoshsiz yotgan Bak asta-asta asliga keladi. Bu buvoyning aslida bu tog'da mangmagan yo'li kezmagan dalis qolmagan, hamma kishining qoyilligini qo'zg'agan donliq jon kezar edi. Ammo o'g'lining kasal tegib qazo qilishi bilan buvoy jon kezlik hayotini oxirlashtirib, tinch turmushga ko'nib qolgan edi. Bakning paydo bo'lishi buvoyning orzu o'tpirini qayta uchqundigandek qiladi. Ular qulvaqqa o'ldirib tog' daryolarni kesib, oxiri yop-yeshil dalda qadamlarini to'xtatdi. Bu ay kunda biliq tutib erkin yashab yurganda jilg'idagi daryo qinida kishilar kecha kunduz orzu qilgan oltinni bayqab qoladi. Bu chaqda ibtidoiy o'rmonliq Bakning qinidagi yavoylikni qo'zg'avatdi. Bak chivarlikka tayinib ko'k bo'rini qutqizib chiqqandan keyin asta-asta bo'ri to'pining turmushiga ko'nib qolmay, yana oq bo'riningmi ko'nglini ufitib olgan edi. Shuningdan keyin kunda o'lash Bakning kunlik turmushiga aylanadi. Bu aymo barqancha keng tabiatning Bakning haqiqiy makon ekanligini bilib yetib, endi xo'shlashadigan vaqtning kelganligini his qiladi. Bak bilan xo'shlashadigan shu kechada Charlie buvoy bilan Bakdan qisos elish uchun ularni izlab kelib, buvoydan qazgan oltinlarni berishni, bo'lmasa o'ltiradiganligini aytadi. Buvoy oltinlarni ba'simi Charlie yanala buvoyga o'q atgan shu daqiqada Bak Charlie'ga etilib berib, lavuldayotgan o'tqishtir yutadi. Charlie o'ladi.
lekin buvaymo o'limdan qutulolmaydi. Bak buvayning kutganidek keng tabiat qo'yniga qaytib, bo'r to'pig'i bosh bo'lib, shubhisiz o'zining xo'jasiga aylangan edi. Xizmat va turmush ritmining tezligidan ishimiz siqilgan shu damlarda keng tabiat dunyosiga bo'lgan talmurishimizni faqat yurakimizda his qila olish mumkin. Shunga tabiatga yiqilishing. Keng tabiat qo'ynini bag'ishlaganingizda o'zingizda azaldan bo'lib boqmagan shu hislarga quloq soling. U bizni balkim o'ylab boqmagan tafakkur dunyosiga boshlashi mumkin. Xo'sh qadrli ko'rmanlar, mazkur filmning to'liq nusxasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Talat Media salonimizga qo'shilib 41 raqamini avazsangiz bo'ladi.